alaykum hammaga. Bugun azbuka frutani mazali shunaqa mix qilib, chuchvaralarini, vareniki, frikadelkalarini qovurib, hozir trendda bo'layotgani uchun qovurib ko'rmoqchimda. Ozgina suv solib, qaymoq bilan, sir bilan shunaqa tayyorlanadi. Judayam mazali chiqsa kerak. Ayniqsa shunaqa raznoцветный пельмешкаларimizni mana mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa apetitli ko'rinadi. Har doim dasturxoninglarni chiroyli qilib beruvchi mahsulotlarimizdan buyurtma qildirsanglar bo'ladi. Mana bizda shunaqa mazali mix chiqdi. Qaranglar sirlarini cho'zilib chiqishini. Ranglariga ham e'tibor beringlar.